Ha bugun tizzalab uzib berishlikni romantika, lo'qlikni romantika deydi. Bu lo'qlik u. Bu xariplik u. Bu lattavoshlik u. Ko'pchilik ichida qiz bolaga tizzalaydi. Agar chumoq bo'lmasa agar. Tizzalab, nima qilib, bir narsalar qilib. Romantika pardani ichida bo'ladi u, tizzalashlar. Ya deymanki, pardani ichida tizzalab uzib bermanglar, endi deyman-da. O'zi islomda romantikasi eng zo'ri faqat bu pardani ortida bo'lganligi uchun ko'p yoshlar bilmaganligi uchun tushunmayapti. Buni Yevropa, G'arb shuni откровение qilib yubordi. Juda ko'pchilik shunga taqlid qilib yubordi-da. Mana orqaga gul otishlar qatdan kelgan. O'sha Yevropadan, g'ayri dinlardan kelgan odat bu.